Mani ozdirishi o'rniga nabarot vazn to'plashimga ham sabab bo'ldi. Mana bu uchburchakda toshmalar mayda 5 ekan. O'rtoqlar 5, 0,6 bo'lishi kerak bo'ladi testosteron. Biz albatta ayolimizga ozishga yordam beramiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi qabulimda va nihoyatda go'zal qizimiz keldilar, lekin bu qizimizni men uchun katta hayronlik emas. Ko'p kelishadi menga bu tashxis bilan. Bu qizimiz ortiqcha vazn bilan qiynalib kelayotgan qizimiz, farzandlari bor, sog'lom ginekologik tashxis holatlari va meni oldimda maqsad qo'yaptilar. Mana mutaxassislarga bordim. Dunyo dorilar yozib berishdi. Lekin u dorilar meni ozdirishi o'rniga nabarot vazn to'plashimga ham sabab bo'ldi. Oxirgi 2 oy ichida hattoki 30 kilo yig'ib tashlaganimni his etdim. Albatta bu borada biz ayolimizning gormoniga e'tibor berdik. Millionta gormon topshirtirmayman, chunki bular уже tayyor gormonal tahlil bilan kelyaptilar. Qarangki, bu yerda testosteron erkak gormon baland. Bu ayolimizda mana bu uchburchakda yiringli toshmalar paydo bo'ladi, husnbuzarlar. Vazn to'plasa ham asosan qorin aylanasida yig'anlar, oyoqlar ingichka, go'zal, chiroyli, lekin tepa qism qorin bo'shlig'i bilan yog' to'plashni kundan kunga to'xtamayapti. Bu holatda biz mana shu testosteron tushiruvchi dorilar beramiz va albatta ayolimizga ozishga yordam beramiz. Xudo xolasa bir necha oydan keyin bu ayolimizni yaxshigina vazni ozganlarini ta'kidlab sizlarga aytib o'tamiz. Bu ayolimizning muammolari gormonda 5 ekan. O'rtoqlar 5, 0,6 bo'lishi kerak bo'ladi testosteron. Tasavvur qilinglar, necha baravar baland. Bunaqa ayollar qiynalib ketishadi. Jinsiy faoliyati xolashmaydi, раздраженный bo'ladi, agressivniy bo'ladi. Och qoringa ularning oldiga yaqinlasha olmaysiz. Chunki shunaqa раздражение qaynab ketadi, как erkak och bo'lsa u bilan gaplashib bo'lmaydi-yu, qiyin gaplashib. Xuddi shunaqa ayollarimizda ham holat bo'ladi va bu qizimizda uzoq payt jinsiy faoliyat yo'q, turmushda emaslar. Shu ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin birinchi o'rinda testosteron. Даже turmush qurmagan qizlarimizni ozdiryapmiz. Ularda qiz bolalar. Testosteron ustun turyapti, uni tushiryapmiz, ayol ozyapti.